Ko'pchilik shu kir yuvish mashinalarini ishlatayotganda asosiy mana shu 14 ta funksiyasidan foydalanadi. Mana bu tablodagi qo'shimcha funksiyalardan ko'pchilik foydalanmaydi, qaysi biri nimaligini ham bilmaydi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, hammasini bitta-bitta yoqib ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin. Birinchisi kiyim bilan shu don rasmi turibdi. Intensivniy funksiyasi. Buni bossanglar, baraban ichida ozgina suv to'playdi. Shu dobib qo'ygan kiyimlarga shu tog'oraga bo'ktirib qo'ygan effekt bilan donani ketkazib yuboradi. Ikkinchisi ekonom vrema, vaqtini qisqartirib beradi. Uchinchisi bo'lsa palaskani plus. Ko'rayotgan bo'lsanglar bu chayish qo'shadi. Bu yerda mana добавить video funksiyasi ham bo'ladi. Bossanglar добавить video mana bu yonadi. Bemalol kir qo'shsanglar bo'ladi. 10 minut 15 minut ichida. Men pastdagi qo'shimcha funksiyalardan foydalanish uchun mana hammasini o'z pastida ko'rsatib qo'ygan. Bu yulduzcha bilan qilib qo'yganlar hisobiga 3 sekund bosib turasiz mana. Misol uchun mana предварительный stirka ko'rayotgan bo'lsanglar bir yonda. Bu haqida o'zi alohida video chiqarganman. Profilga o'tib ko'rasizlar bo'ladi bemalol. Birga ham kiygan parashyut qorasi. Ikkinchisi bo'lsa очистка baraman, ya'ni o'zini o'zi tozalash. Sekund bosib tursanglar yonadi, ya'ni kir moshina o'zini o'zi tozalaydi avtomatik. Bu yerda yana sizlarga bitta zo'r funksiya bor, dazmol funksiyasi. Beskavadik. 3 sekund bosib tursanglar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, dazmol rasm yondi. Bu kiyimlaringizga g'ijimni yo'qotib berishga yordam beradi, lekin 100% yo'qotmaydi, 30-40% gacha yo'qotib beradi. Eng muhim funksiyalardan ko'pchilik bilmaydi mana shu narsani. Blokirovka adisi. 3 sekund bosib turasiz. Blokka tushadi. Ya'ni shu yosh bolalar kir moshinani o'ylab tashlamaslik uchun. Buni o'chirib yoqsanglar, mana ko'rasizmi, blok rasmi chiqib turibdi. Kir moshina ishlamaydi. Buni yana o'chirish uchun 3 sekund bosib tursanglar bo'ldi. O'chadi, yana kir moshina o'zida ishlayveradi. Agar sizlar videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosing. Bundan qiziqarli videolarni kuzatmaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va videomizni saqlanib qo'ying. Videoni hamma yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.